Nima narsalar chiqib ketyapti, qaranglar aka. Mana shu qo'limdagi narsa nima deb o'ylaysizlar? Ko'rinishidan Apple AirTagga o'xshashi mumkin, lekin bu GPS bo'ladi. Hozir men sizlarga buni qanaqa ishlatishni ko'rsataman. Buni ishlatish umuman qiyin emas. iPhone'dagi mana bu lokator programma orqali ishlaydi. Hozir telefonimga bitasini ulab qo'yganman, mana tanga yozib qo'yganman. Qaranglar. Hozir men mana turibman. Mana qatib turganimni ko'rsatyapti. Tangani ulab qo'yib, o'rtog'imga berib qo'yganman. O'rtog'im mana turibdi. Toshkentdagi istirohat ko'cha bilganlar bo'lsa, mana ko'rishingiz mumkin. Mendan 7 kilometr uzoqda turgan ekan. Qachon oxirgi marta qimirlaganigacha ko'rsatib beryapti. Ertalab 8:43 da bu joydan ozgina qimirlagan ekan. Agar bu qatgadir borsa, masalan, aytaylik Toshkent Cityga bordi deylik, mana bu lokatsiya o'zgarib qoladi. Bizga qatib turgani bemalol telefondan ko'rsatadi. Bu narsa sim kartasiz ishlaydi. Kilometr umuman farqi yo'q. Butun O'zbekiston bo'ylab ishlayveradi. Farzandinglar sumkasiga solib qo'ysanglar, qatib yurganini bemalol telefoningizdan ko'rib tura olasizlar. Faqat bu iPhone telefoniga ulanadi. Androidga tushmaydi. Batareykasiga keladigan bo'lsak, batareykasi 9 oydan 12 oygacha yetadi. Undan keyin almashtirish imkoniyati ham bor. Narx har doimgidek videoning tagida dastlabki bo'lsa, butun O'zbekiston bo'ylab bor.